Va nihoyat men agarodimni tozalab bo'ldim. Hozir bularni Nasıl qilib yuribman? Odam bu. Iya. Assalomu alaykum. Siz kim bo'ldingiz? Bu qishloqda sizni tanimas ekanman, birinchi marta ko'rdim. Ismim Bulan. Aha. Siznikichi? Mening ismim Zombijon. Yaxshi tanishganimdan xursandman. Men ham. Bu qishloqning egasi kim? Bu qishloqning boshlig'i Lord Golur. Mana bu yerda. Bu karakter olgan. Unda shunaqangi blok borki, u xohlagan narsasini survivalda bo'lsa ham ola oladi. Voy, juda boymi? Juda ham boy. Har kuni unga juda ko'p soliqlar to'laymiz. Mana uni o'tiradigan joyi hozir u ta'tilgami, dam olishgami, bir yerga ketgan to'ymi? Bu suyaklar haqiqiy odamning suyakimi? Ha. Ular soliq to'lamaganlar va Lord Golurni mensimasdan uni o'ldirishmoqchi bo'lgan. O'shaning uchun ularni ko'tiga tiqqan. Bu yerdan chiqarlikchi? Har kuni bu Lord Golurga soliq to'laymiz. Agarda soliq to'lamasak, bizni ko'timizga tiqishadi. Hammangizni. Soliq to'lamaganlarni, kam to'laganlarni. Soliqlarni esa menda olishingiz mumkin va yerni tagida kon bor, ana shu yerda olishingiz mumkin. Hozir dam olish sezoni. Mana ikkita kravat bor. Meni do'stim bor edi, u tashlab ketgandi meni. Mana shu mening joyimmi? Mana siz joyingiz. Mana shu yerda siz joyingiz. Bo'ldi, uxlaymizmi unda? Ha. Ya. Ko'pami? Menga ham ko'pa bering. Akil. Shirin ko'rayotganim Qonsaroydan kimga uzoqlashganini ikkalamiz. Xayrli tun, men uxladim. Sizga ham xayrli tun. Qanday yaxshi uxlab ko'rdingizmi? Ha, уже 7-kun. Keling. Hozir ish. Bo'ldi. Bu qishloqda qishloqlar ham bor. Bu shitlar qayerdan paydo bo'ldi? Hammasi o'zini uyida edi. Hozirgina uydan sakrab chiqdi. Ko'plari uyini tepasidan sakrab tushdi. Ularning xarakteri shunaqa. Hozir senga jinni jitilni ko'rsataman, yo'q. Qani? U tomini yo'qotib qo'yganmi? Jinni tomi yo'q. Mana bu yerga kel. Mana bu jitil. Mana shunga gapir. Salom. Ko'rdingmi, jinni bu? Qolay. Buni o'ldirsinlar axir. Yo'q. Bu jinni bo'lgani bilan ko'p narsaga aqli edi. Masalan, Minecraftdagi Lord Golurning hamma sirlarini biladi, hattoki qizini ham zo'rlagan. What the? O'shaning uchun buni tilini kesib tashlagan. Kesgan va buni ko'tiga tiqqan. Isming kim? Isming? Ismi Bla ekan. Bo'ldi, ketdi. O'zi buni ismi yo'q. Uni tupoy jitel deb chaqirishadi. Bu yerga kimi ekib ketdi. Bilmasdan Patman bilan bitta solib qolgandi, mabitga ko'tiga tiqishib tushdi ham. Lord qachon keladi?
ertadan soliq mavsumi boshlanadi. Ertaga soliq beramiz unga. Menda soliqlar yetarlicha, o'shaning uchun qo'rqmasdan o'ynab yuraver. Ha, bo'ldi. Aytib qo'y, hamma soliqlarni esingdan chiqarmasdan ol, bo'lmasa seni Lord Golur ko'tingga tiqadi. Mana o'zing ana u sandiqni ochib ko'r. Mana bumi? Ha. Soliqlar yetarlicha. Ha, mana aytgancha senga mana buni berish esdan chiqibdi. Menda mana bu bor edi. Birinchi Hozir mana. izumrudmi? Ha, menda yana bitta stak bor hali. Uni ertaga Lord Golurga beramiz. Agarda bizga berishmasa, ko'timizga tiqishadi. Soliqlarni beramiz. Hay, to'xta. Kiyimlaringni yashir. Kiyimlaringni ham so'raydi bo'lmasa. Kiyimlarimni? Ha. Chunki sendagi kiyim eng mana bu ko'ylaging eng noyob ko'ylak Minecraftdagi. Olib tashlaymi? Ha. Mana sunduqingda qo'y. Imidlaringda solib qo'y. Unda solib qo'yishga ham kerak. Hozir men sellani ko'tinglarga tiqaman. Soliq bermaganing uchun. Sen esa menga zaharlangan kartochka berib, zaharlab o'ldirmoqchi bo'lganing uchun boshing ketadi. Ha. Sizga soliq olib kelgandim. Ha, ber. Bu yerga chiqma. Lord deb chaqirsam bo'ladimi? Aha, lekin so'kinib gapirma. Bo'lmasa seni ko'tingga tiqaman. Ha, shu hozir olib beraman. Bu yerga chiqma. Hozir chiqaman. Bu yerdan sakrab ket. Mana bu yerdan. Mana bu zinani ustidan sakrab ket. Kechirasiz Lord Golur. Yana bir marta chiqsang, seni ko'tingga tiqaman. Qayerda Lord Golur? Ana u do'sting qani? Zombijon qani? Hozir keladi. Aha. Chaqir. Lord Golur, salom. Qalaysiz? Mana sizga har doimgidek ozgina soliq olib keldim. Mayli, qo'y ketaver. Hozircha do'stim kelgandi. U yaqin qishloqdan keldi. 14-qishloqdan kelgan tegirli. Bu yerga chiqdi, keyin ko'tingga tiqaman dedim, keyin ketib qoldi. Aha. O'zi har doim hamma yerga kalla qo'yib beradigan bola u. Yangi kelganiga shunday bo'ladi. Qishloqni tanishtirib chiqdim. Mayli. Soliqlarni o'z vaqtida bersin. Bo'pti. Xayr. To'xtang hali menda. Ha, bo'ldi. Oling. Xayr, Lord Golur. Yeyman buni. Buzib ketishini hamma kirib yotibdi mening joyimga. Bo'ldi. Xayr, Lord Golur. Xayr. Bugun 8-kun, 9-kunmi? Mantarda ko'raveraman. Hozir biz soliq yig'gani keldik. Mana shuncha bormi? Ha. Voy, bu yerda ham bor ekan. Ha, juda ko'p hali. Narigi taraflarda ham bor. Prosta hammasini olib olganmiz odamlar bilan. Mana shuncha yig'dik. Mana shuncha bo'larmiki yo ozgina qazib. Ana u taraflarda ham bor ekan, qazib keldik. Mana bu yerdagi hammasini bo'shatdik.
Mana. Ozgina qoldi. Bo'ldi, bugungi yetar ha? Bilmadim. Hozir ozgina soliq yig'ib yuboring. Bilasanmi? Hozir soliq beramiz. Hozirmi? Ha? Hozir Grox Lord Golur keladi-da, bizdan soliq olib ketadi uyimizga kelib. Uyimizga keldimi? Ha. Bo'ldi. Yoki sandiqda qo'yib qo'ysang ham bo'ladi. O'zi olib ketadimi? Ha. Boshqa narsamizni ham olib ketadimi? Yo'q, faqatgina ana shu qo'ygan solig'imizni oladi. Lekin qimmatbaho anaqa bunaqalarni qo'yma. Bo'lmasa olib ketadi ularni. Yetar ha? Lord Golur hali nimani olib keladi? Zumradlarni qaytadan. Zumradlar olib keladi hali. Bu yer to'ladi deng. Ha. Unda ketdik. Hozir soliqlarni sandiqda qo'yib qo'yamiz. Lord Golur o'zi kelib olib ketaveradi. Bo'ldi. Ketdik. Agarda hozir biz soliqni qo'ymay bir ikkitasini yashirsak, Lord Golur bizni ko'timizga tiqishadi. Ana. Lord Golur, Nima? sizga bitta savolim bor. Sizni Golur deb chaqirsam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Ammo sen chaqirsang, o'zing bilasan-a? Ha. Agar bir nojo'ya ish qilsangizlar, ko'tingizga tiqaman. Bo'pti. Men ketdim. Yana yig'ib qo'yinglar, olib ketaman. Короче, пошел нахуй.